Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan Toshkent issiqlik elektr markazida ishlab chiqarish jarayonlarida jarohatlanishlarning oldini olish va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish mavzusida o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Unda sohaga mas'ul vazirlik va idoralar vakillari, korxonalarning muhandis-texnik xodimlari hamda kasaba uyushmalari faollari ishtirok etdi. Ish jarayonida xavfsiz sharoit yaratish har bir xodim uchun muhim kafolatdir. Seminarning dastlabki qismida ishtirokchilarga mehnatni muhofaza qilish, sanoat va yong'in xavfsizligiga oid amaldagi tartiblar, huquqiy asoslar hamda ularning amaliy ahamiyati tushuntirildi. Shuningdek, mumkin bo'lgan xavfli holatlarning oldini olish masalalari muhokama qilindi. Elektr energiyasi hamda issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uzluksiz jarayon hisoblanadi. Bu yerda ham elektr energetika, ham issiqlik energiyasi, ham yoqilg'i ta'minoti qismlari bu umumiy katta bir majmua hisoblanadi. Ushbu ishlarni tashkil etish bir nechta yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu yo'nalishlarda o'ziga yarasha mehnat sharoitlari, o'ziga yarasha o'sha xavfsizlik choralarini ko'rilgan bo'lishi talab etiladi. Bugun seminarda respublikamizdagi ushbu yo'nalishga mas'ul bo'lgan barcha tashkilot, idoralar vakillari o'zlarini ko'rsatmalari bilan, tavsiyalari bilan qatnashyapti. Seminarning keyingi bosqichi amaliy mashg'ulotlar bilan davom etdi. Unda ishtirokchilar balandlikdagi ishlarni to'g'ri tashkil etish, jarohatlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish hamda yuqori xavfli texnikalardan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'nikmalarini mustahkamladi. Balandlikda ishlayotgan xodimni yiqilish jarayonida shikastlanish oqibatida uni tezkor chorasini ko'rish va hamda hududda kelib chiqishi mumkin bo'lgan yong'inni bartaraf etish bo'yicha guruhlarning tezkorligi, shayligi tekshirildi. Bugungi kunda issiqlik elektr stansiyalari va markazlarida 14 mingga yaqin ishchi xodim yurtimiz aholisi hamda ijtimoiy obyektlarni uzluksiz energiya bilan ta'minlash yo'lida mehnat qilmoqda. Jarayonda ta'kidlanganidek, bunday seminarlar xavfsizlik madaniyatini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.